Ushbu bo'limlarni boshidan boshlaydigan bo'lsak, birinchisi sotuvlar ekan. Sotuvlarga kirsak, bu yerda bizni hamma sotuvlarimizni ko'rishimiz mumkin. Agarda faqatgina xodim o'zini sotuvlarini ko'radigan bo'lsa, o'shanaqa bu yoqda ish joylaridan faqatgina o'zini sotuvlarini ko'rsin deb yopib qo'ygan bo'lsak, faqat o'zinikini ko'radi. Biz hammasini belgilab qo'yganmiz, o'shaning uchun hamma sotuvlar bu yerda ko'rinib turadi. Shuningdek, agarda biz xodimimizga faqatgina bugunni ko'rsin yoki faqatgina mana shu haftani o'zidagi sotuvlarni ko'rsin deb qo'yadigan bo'lsak, buni o'sha veb ilovamizda admin tomonidan davrni yopish orqali cheklov qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bunda mana shu telefonda ishlatayotgan xodim o'zi sotuv qiladimi yoki boshqa sotuvlar bo'ladimi, qaysi bo'lsa ham faqatgina bugunni o'zini ko'rsin yoki oxirgi 3 kunni ko'rsin, oxirgi bir haftani ko'ra olsin, undan oldingi eski sotuvlarni ko'ra olmasin deb yopib qo'yishimiz ham mumkin. Bu boshqa hujjatlarimizda ham bor, buyurtmalarda, sotuvlarda, kirim, chiqim hammasida mana shunaqa holatni qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bunda sotuvlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana shu ekrandagi plyus sotuv qo'sh tugmasini sotuvlar bo'limiga o'tib, bu yerda ham pastda ko'rib turishimiz mumkin. Ko'k rangda sotuv qo'sh tugmasi mavjud. Bu yerdan ham yana sotuvlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Markos 33, tovar tanlash, zikring bir nechta tanlaymiz, bajarildi, to'lov qilish. Agarda hammasini qarzga olib ketayotgan bo'lsa, pastda to'lovsiz yakunlash tugmasi bor va yakunlashni bossak, hammasi to'liq qarzga ketdi. Hech qanaqa kirim bo'lmadi. Yakunlangan vaqtda yuborildi. Buni endi biz statusini vaqtda yuborildi belgini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin yoki yakunlanganga ruxsat bermagan ekanmiz, faqatgina yakunlangan tushadi. Bu $60 to'lovga sotuv raqamini ustiga bosib to'lov qo'yish orqali to'lov qilishimiz mumkin. $60 bo'ladigan bo'lsa, olingan summa yozuvi maydonida turibdi, o'shaning yonida strelka belgisi turibdi, o'shani bossak $60 yoki qancha qiymat bo'lsa, o'shani hammasi 100% belgilandi va bu yerga to'lovga izoh yozib qo'yishimiz mumkin. Hamma pulni berdi. Yakunlash qilsak, bu kirimlar bo'limida hozir $60 bizga qo'shildi. Mana pastda 241-raqamli to'lov bilan $60 qo'shildi. Qaytarilganlar orqali aynan mana shu sotuvdan biz 4 ta zikring sotgan bo'lsak, qaytarish bilan buni bittasini qaytarib yuboraylik. Qaytarish, to'lov qilish. Bu pulni qaytarmasdan yakunlash qilsak, pulni qaytarmaymiz. Yakunlash bossak, yopish. Mana ko'rishimiz mumkin. Bizdan 4 ta zikring olingan edi. Bittasi qizil rangda turibdi, qaytarib berildi. $15 zikring, to'lov $60 to'lagan edi. Qaytarilganlar $15 tovar qaytarib berildi, lekin unga $15 qaytarganimiz yo'q. Bu balansida yana $15 unda plyus qo'shilganini ko'rsatib turibdi. Endi ikkinchisi bu mijozlar. Mijozlarda biz hamma mijozlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bizda serverimizda mijozlar kamroq bo'lgani tufayli o'zi bor shu. Sizda mijoz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ularni kategoriyaga yoki territoriyalarga bo'lib, ularni saralab olishingiz mumkin. Kategoriyasida maxsus degani bor ekan, Leylik Orbits bilan Artur Taymas maxsus ekan, Optimda New Client va Botraga Optim ekan. Shuningdek, bu yerdan yangi mijozlarni ham qo'shib ketaverasiz. Mijoz qo'shish, nomini yozasiz. Dostoyevskiy bo'lishi mumkin, raqami. Va buni saqlashni bossak, mana biz o'sha ish joylarida asosiy telefon raqamini ham, Telegram raqamini ham majburiy qilib птичка qo'yib qo'ygan edik. O'shaning uchun pastdagi raqamni ham yozish majburiy bo'lyapti. Bu yerda sizda noqulay tomoni bo'lishi mumkin, ya'ni asosiy telefon raqami bilan Telegram raqami bir xil bo'lgan paytida uni pastga ham nusxa olib qo'ysak bo'lmaydimi degan paytda qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bunda to'g'ridan-to'g'ri nusxa olib bo'lmaydi, faqatgina telefondan nusxa olib yana pastga ham qo'shib qo'yishingiz mumkin. Endi pastda ko'proq ma'lumotlarni ochishingiz ham mumkin. Yangi mijoz yaratgan paytingizda bunda ko'proq ma'lumot orqali xaritadan o'sha mijozingizni yonida turgan bo'lsangiz, ya'ni mijozni do'kon yonidami yoki uyning yonidami turgan bo'lsangiz, o'sha joyda uni aniq manzilini xarita orqali ham qo'shib qo'yishingiz mumkin. Xarita tanlashni ko'rsatib beramiz. Va biz hozir Turkiston metroning yonida C-Space binosidamiz. Shu sababdan mana shu C-Space binosini ko'rsatyapti.
saqlashni bossak, mana Toshkent Yunusobod distrikt, Yunusobod residential area, 12-mavzu 20A. Bu bizning ofisimiz. Saqlash. Saqlandi. Chiqib ketdi shekilli. Qaytadan qo'shib yuboramiz. Dostoyevskiy. Solamiz va pastga qo'shib qo'yamiz. Ko'proq ma'lumot. Manzilni kiritib qo'yamiz. Va mo'ljal Turkiston metro yonida. Endi territoriya Utopiya bo'lsin, misol uchun, va kategoriyasi bu optimum klient bo'lsin. Bunga har qanday tovarimizdan qanaqadir miqdorda cashback qiymatini belgilab qo'yishimiz mumkin. Optimum klient bo'lgandan keyin unga 3% cashback yetarli menimcha. Buni agarda mana shu Dostoyevskiy mijozimizdan ham mahsulot olamiz, ham unga qanaqadir mahsulot beradigan bo'lsak, ya'ni oldi berdi bo'ladigan bo'lsa, uni ham ta'minotchi qilib ham belgilab qo'yishimiz mumkin. Bunda o'sha Dostoyevskiy mijozimizga faqatgina sotuvni amalga oshirishimiz emas, undan qanaqadir mahsulotlarni ham o'zimiz xarid qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin hozir bizda mijoz bo'lishini o'zi yetarli, uni ta'minotchi qilib belgilamaymiz. Va saqlashni bossak, yangi mijozimiz qo'shildi. Dostoyevskiy raqami balansi 0 ayni paytda. Keyingi bo'lim qaytarilganlar. Bunga o'tadigan bo'lsak, mana Markusdan $15 biz 4 ta sotuvni amalga oshirgan edik, Zikring 3.0 da va uni bittasini qaytarib yuborgan edik. Mana bu yoqda uni alohida ko'rishimiz mumkin. Bu elektronikaga kiradi. Zikring birdan $15 qaytarilgan. To'lov qaytarishni qo'shing degan, biz $15 qaytarishsiz yakunlash qilgan edik. Bu yerdan o'sha qaytarilmagan pulni qaytarib yuborishimiz ham mumkin. Va mana to'lovlarni qaytarish 68-raqamli bilan qaytarildi. Bu qaytarilganlarni biz tepada sotuvda ham ko'rdik. Leligorits bunday emas, mana $60likda. Mana shu qizil rangda turgan bir dona $15likni bu yerda qaytarilganlar bo'limida alohida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi chiqimlar. Bu chiqimlarda biz chiqim qildik, ya'ni mana shu $15lik Zikringni qaytarib olgan paytimizda u to'lagan $15ni unga qaytarib berdik naqd pul shaklida. O'sha chiqim bu yoqqa o'tdi. Biz agarda boshqa chiqimni amalga oshiradigan bo'lsak, chiqim qo'shish orqali ta'minotchiga to'lov qilishimiz mumkin yoki mijozga pul qaytarishimiz, hozirgidek $15 yoki boshqa chiqimlar. Boshqa chiqimlarga nimalar kiradi? Biz turli xil chiqim turlarini kiritib olganmiz. Nonushta, tushlik, kechlik, yetkazib berish, o'zingiz xohlagancha qanaqa boshqa chiqimlarni qiladigan bo'lsangiz, arava bo'lishi mumkin bu. Buni web ilovadan, webdan qo'shib olishingiz mumkin va bu yoqda ham chiqadi. Telefonning o'zida yangi chiqim turini yaratib bo'lmaydi. Buni faqat kompyuterda chiqim turlari orqali yaratib olishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir tushlikka pul olaylik. So'mda 50 ming yetsa kerak. Yakunlash. 50 ming oldik mana tushlikka. Keyingisi kirimlar. Bu kirimlarda Markus 33 Telegram $60 olgan edik. Bunda siz aytishingiz mumkin, biz $60 oldik, lekin yana $15 qaytarib berdik kabi savollar bo'lishi mumkin. Bunda bizda avvalo biz o'zimizga olgan $60mizni qabul qilamiz. $15 alohida chiqim bo'lyapti. Ya'ni ikkasi bir-biridan avtomatik ayrilib ketmaydi. U kassani o'zida ayrilishi mumkin, lekin bu yerda avval biz $60ni oldik, keyin $15ni qaytarib beryapmiz. Ya'ni bitta Zikring 3.0 mahsulotimizni bizga qaytarib olib kelgandan so'ng. Buni belgi qo'shib qo'yishimiz mumkin, hech qanaqa belgi yo'q ekan. Pastda mana izohni ko'rishimiz mumkin. Yozgandik, hamma pulni berdi degan izohimiz bor. Yangi kirim qo'shmoqchi bo'lsak, kirim qo'shish, ya'ni mijozdan yana to'lov olishimiz mumkin, ta'minotchidan qaytgan pul va boshqa kirimlar. Mijozdan to'lov qilaylik, qaysi mijozimizdan? Botir akaning qarzi ko'p ekan. Naqd pulda 500 ming olaylik. Izohga berdi deylik, yakunlash. Va mana Botir akadan 500 ming so'm oldik. Buni asosiy menyuda sotuvlarda ko'rinmaydi, bu faqatgina kirimlar o'zida ko'rinadi. Kirimlardan keyin endi keyingisi xaridlar bo'limi.